Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bu videomuz Ustomota choyxonasi. Ko'rib turganlaringizdek, ko'pchilik nerda deb qiziqib turibdi. Shunga qisqacha video olishga qaror qildik. Toza bag'yotdagilar uchun, so'rab turganlar uchun. Buni yo'lni ko'pchilik biladi. Yo'limizni. Bu yoq tarafimiz 4 yildan kelaverish do'stlar. 4 yildan kelaverish chap tarafimizda joylashgan. Ko'rib turganingizdek. Yanımız Kırkgöz, Bostan, Güdürsün taraftan kelaverish. Ko'rib turganingizdek. Bu yoq tarafdan kelsanglar, o'ng tarafdan. Menyusi bo'yicha ukamiz qisqacha ma'lumot berib o'tadi. Ustomota choyxonasi va bu yerimizda sarmoya tovuq bor, kepsi bor, balıkımız bor, har xil balıklarımız bor, sho'rva bor, sarmoya tovuq, somsa bor, shashlik bor. Ey молодец, gap bo'lsin mumkinamiz. Menyu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdi. Og'aylar, do'stlar kelaverasizlar. Orientirimiz, yani bu 3-sexni ko'pchilik biladi. 3-sexni Kaptalda joylashgan bu. Uka, bu yerda xudo xolasa dastavkam bor, to'g'rimi? Eshitishimcha, nomini ichida degan dastavki bor dedilar-da. Qisqacha ma'lumot telefon aytib o'tsang ham zo'r bo'ladi. 99lik 161 65 00. Kelaverasizlar do'stlar. Ana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar.